Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugungi mavzuyimiz raqamlashtirish haqida bo'ladi. Raqamlashtirish nima? Avvalambor raqamlashtirishga o'tishimizdan oldin digitalization, ya'ni otsifrovka jarayoni, bu masofadan zondlash va GIS, ya'ni GET yo'nalishi bo'yicha raqamlashtirish bu analog ma'lumotlarni raqamli formatga o'tkazish jarayoni. GISda bu jarayon orqali xaritalash orqali esa monitoring va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Xo'p, raqamlashtirish jarayonida sun'iy yo'l tasvirlari juda ham foydali hisoblanadi. Sun'iy yo'l tasvirlari va aerofotosuratlar yordamida muayyan hududlarning aniq ma'lumotlari olinib, bu hududlar ustida raqamlashtirish ishlari olib boriladi. Ushbu jarayon turli sohalarda, masalan, qishloq xo'jaligi, ekologiya, suv resurslarida samarali, ya'ni muhim ahamiyatga ega. Buni xo'p keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi bu raqamlashtirishga yetib kelgan vaqtimizda raster va vektor ma'lumotlarga farqi, ya'ni raster ma'lumotlar va vektor ma'lumotlar degan tushunchalarni tushunib olishimiz kerak. Raster ma'lumotlar bu tasvir shaklida bo'lib, piksellardan tashkil topadi. Ya'ni sun'iy yo'ldosh tasvirlari va dron suratlari ushbu toifaga kiradi. Ya'ni biz ishlatadigan tasvirlarimiz piksel. Piksel esa har bir mana kichkinagina to'rtburchak shaklda bo'ladi. To'rtburchak shakl piksel degani, ya'ni tasvirga tegishli bo'lgan jumla tasvirning eng kichik qiymati piksel. Har bir piksel ma'lum bir qiymat saqlaydi va qiymatni kamtur o'qiy oladi. Vektor ma'lumotlar esa nuqta, chiziq va poligon shu shakllardan iborat. Raqamlashtirish natijasida hosil bo'lgan shakllar vektor ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni pikselni, ya'ni rasterning ustidan hosil bo'lgan ma'lumotlar vektor ma'lumotlar hisoblanadi. Raster ma'lumotlar doimiy ravishda o'lchashlar uchun ishlatilsa, ya'ni analizlar turli xildagi, vektor ma'lumotlar esa aniq chegaralar, obyektlarni tasvirlash uchun qo'llanadi. Ikkalasi ham juda ham foydali ma'lumot turlari. Bu yerda o'sha farqini ko'rishingiz mumkin. Mana bu tagdagi havola esa silkani bildiradi, ya'ni shu joydan olingan carton.org.com va ResearchGate. Raster ma'lumotlari haqiqiy dunyoda mana bunaqa shaklda bo'ladigan bo'lsa, o'tlarni, suvlarni ko'rishingiz mumkin va vektor ma'lumotlarda esa mana bunaqa chizilgan shaklda bo'ladi, ya'ni 3D. 2D. Raster ma'lumotlari esa har bitta ma'lumot piksel shaklida hisoblanadi va piksel ma'lumot o'sha joyning qiymatini saqlaydi. Xo'p, raster ma'lumot mana bu ustundagi, buni esa vektor ma'lumot ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar shu joylardan olindi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida raqamlashtirish. Bu mavzumizning asosiy qismi va bundan keyingi jarayonlarda sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali raqamlashtirishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida yer yuzasidagi obyektlar xaritalashtiriladi. Ya'ni tasvirlarni tahlil qilish orqali ekin maydonlar, yo'llar, suv havzalari va boshqa obyektlar aniqlanadi. Optik radar tasvirlari yordamida aniq va tezkor raqamlashtirish amalga oshiriladi. Ya'ni optik hozirgi ko'proq foydalanadi. Sun'iy yo'ldoshlarga Landsat, Sentinel, WorldView, Kuiper va hokazo sun'iy yo'ldosh tasvirlari kiradi. Mana bu yerda o'sha masalan sun'iy yo'ldosh tasviri bo'ladigan bo'lsa va har biri pikseldan iborat va har bir piksel qiymatdan iborat. Qiymat ma'lum bir ma'lumotni saqlaydi. Raqamlashtirish turlari o'zi ikki xil usuldan bor: qo'lda raqamlashtirish va avtomatik ravishda. Biz qo'lda raqamlashtirishni ham alohida ko'ramiz va avtomatik raqamlashtirishni ham alohida ko'ramiz. Uzr, mana bu joydan olindi bu rasm, Special Data Raster. Qo'lda raqamlashtirish GIS dasturlari obyektlarni qo'lda chizish, daralar, yo'llar va inshootlarni aniq belgilash. Bu mana ArcGIS Pro dasturida chizilgan. Mana bu joydan olindi bu ham. Avtomatik raqamlashtirish o'sha klassifikatsiya bo'lishi mumkin yoki AI yoki machine learning algoritmlar yordamida tasvirlarni tahlil qilish. Bu qismga ham alohida to'xtalamiz. Hozir qo'lda raqamlashtirishga e'tibor qaratamiz. Xo'p, raqamlashtirilgan ko'proq qaysi yo'nalishlarda ishlatiladi? Qishloq xo'jaligida bu ekin maydonlarini xaritalash, hosildorlikni baholash va boshqa yo'nalishlarda bo'lsa, keyingisi suv xo'jaligi, daryo, suv ombor, sug'orish tizimlarini raqamlashtirishda. O'rmon xo'jaligida esa daraxt turlarini aniqlash va o'rmon maydonlarini monitoring qilish, kadastr geologiyada, ekologiyada, urbanizatsiya va hokazo joylarda qo'llaniladi yo'nalishlar. Raqamlashtirish uchun asosiy dasturlar bu manual, ya'ni qo'lda raqamlashtirish uchun ArcGIS Pro dasturi, QGIS dasturi, Google Earth Engine dasturi va NVRS va boshqa dasturlardan barchasining tarkibida dasturlar raqamlashtirish elementlari mavjud. Biz xo'p, ArcGIS Pro dasturida davom etamiz. Raqamlashtirishni har bitta soha yo'nalish bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jaligi uchun, suv xo'jaligi uchun, o'rmon uchun, kadastr, ekologiya va geologiya va hokazolar uchun ArcGIS Proda raqamlashtirish jarayonini ko'rsatib beraman, xudo xolasa.
Xo'p, endi qisqacha tushuntirishga keladigan bo'lsak, mana bu qizning rasmini nimaga chiqardim. Xo'p, mana bu joydan olindi va bu joyda silkasini qo'yganman. Shu silkani bossangiz, shu rasmlar shu joydan olingan. Mana bu qizning rasmi ham mana bu joydan olindi. Bu qizni oldingi rasmi, bu qizni keyingi rasmi. Bu joyda nima bo'ldi? Bu joyda faqat bitta narsa bo'ldi. Ya'ni raqamlashtirish, uzr. Bu nima pardoz andoz ishlari olib bordi qiz o'z ustida. Ya'ni bu qizda before, oldin haqiqiy natural haqiqiy yuz ko'rinishi bo'lsa, bu pardozdan so'nggi yuz ko'rinishi. Ya'ni pardoz bu shu joyda tushuntirishim uchun yaxshilab e'tibor berasiz. Mana bu haqiqiy yuzni biz raster deb foydalanamiz va bu yoq so'yoqlarni esa vektor ma'lumotlari. Bu o'sha GIS dasturiga bog'liq. Masalan, create line bo'ladimi, point bo'ladimi? Xuddi shunaqa. Mana bu joyda masalan lab bu yoq ishlatgan bo'lsa, ko'z bu yoq ishlatgan bo'lsa, yuz bu yoq ishlatgan bo'lsa, xuddi shunaqa jarayon. Demak, tushuntirish uchun qisqa, bu ham mana bu rasm joydan oldi, havola mana bu joyda. Bu joyda raster ma'lumot va vektor ma'lumot farqi tushuntirilgan. Endi GIS dasturida, xo'p qarang. Mana bu joyda qizni bekor chiqarmadim. Biz GISchilar nima qilamiz? Raster ma'lumotlarini pardoz anjomlari yordamida vektor ma'lumotlarga aylantiramiz. Bu nima degani? Ya'ni haqiqiy yuzni ayollar misolga ko'radigan bo'lsa, haqiqiy yuzlarni pardoz qilishgani kabi biz ham bizga berilgan rasmni, ya'ni tasvirni raqamlashtiramiz. Atsifrovka jarayoni, ya'ni rus tilida. Bu haqiqiy dunyoda ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, bu raster image ko'rinishi, bu vektor ko'rinishi. Bu vektor ko'rinishi, bu image ko'rinishi, raster ko'rinishi. Mana bular real world ko'rinishi, bu raster ma'lumot, ya'ni piksellardan iborat, bu esa vektor ma'lumotlardan iborat. Xuddi shunaqa. Ya'ni ayollar ham o'sha yuzlariga bu yoq bu yoq ishlatishadi yoki rassomlar rasm chizishadi. Biz ham GISchilar raqamlashtirish jarayonida, atsifrovka jarayonida o'sha ma'lumotlarni vektor holatiga aylantiramiz. Bu o'sha real dunyoga kerak bo'ladi. Bu joyda o'sha hozirgi aytgan gapimni qisqacha xulosasi bor. Mana bu joyda o'sha foydalanilgan ma'lumotlar, manbalar barchasi keltirib o'tilgan. Bu bugungi darsimiz raqamlashtirish edi. Qisqacha shu raqamlashtirish haqida bo'ldi. Bundan keyingi darslarimiz shu aytib o'tganda ArcGIS Pro dasturida har bitta yo'nalishlar, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, kadastr, geologiya, o'rmon xo'jaligi va hokazo yo'nalishlar bo'yicha olib boriladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Foydalanishda Bandicam dasturidan foydalaning.